Sizlarga Hindistonning go'shtlarini qo'ydim, novvoslarning go'shtlarini. Qiyma uchun mana 70 ming so'mdan go'sht. 1 kilosi 70 ming so'm. Laqim go'sht. Maza qilib qiymasi chiqarib sotaverasiz. Bu qanaqa joy edi? Bu endi veriskasi, Bu endi veriskasi. Bu necha bir kilosi? 76 ming so'm. 76 ming so'm. 70 ming 76. Veriskadan ham sotsiz bo'laveradi. Bu necha nima edi? Bu sarpanja. Sarpanja. 72 ming so'm. 72 ming so'm kilosi. Bu-chi? 42 yablочко qismimiz 80 ming so'm. 80 ming so'm son tayi. Son yablочко. Yumshoq joyi. Xo'p, yana bitta qiziqarli narsa mana kelyapti. Endi 1 kilolik go'sht so'rab kelayotganlarga Marg'ilonda Amandaryodagi joylashgan joyimiz bemalol kelaverasizlar. 1 kilolik go'shtlar ham kelgan. Necha mashi? 69 ming so'm. 69 ming so'mga mana laqim go'sht. 69 ming so'mga laqim go'sht. Mana bunisi-chi? U 42 yablочко qismimiz mana bu bilan bir xil. Bu bilan bir xil. Bu-chi? Bu biqin. Biqin. Bu necha pul? Biqinlarimiz 92 ming so'm bo'lib qoldi. 92 ming Skitkada so'm. hozir. Skitka. Narxlari ancha pastlab qoldi. Oldin 100 ming so'mdan sotganmiz. Mashlar 100 ming 100 sotilgan. mingdan sotganmiz. Bemalol mani nomimdan kelaverasizlar. Like bosib video tarqatib, oshxonasi bor, restorani bor. Bu odam kelib olib ketib ishlasa ham bo'ladi, uy sharoitida ham ishlasa ham bo'ladi. Xudo xolasa mana uyga olib ketganman. Go'shtdan bitta video qilaman yaqin orada ko'rasizlar. Shu go'shtni yeb ko'rsatib beraman.